Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan 4-darsni o'tamiz, ya'ni ikkinchi kitobni 4-darsi. Bu darsimizda qoidalar yo'q ekan. Ko'plikni muannas shakliga e'tibor berilgan ekan asosan. O'tgan darsimizda ko'plik mavzusi haqida gaplashgan edik. Ko'pliklarni ikki turga bo'ldik: to'g'ri ko'plik va siniq ko'plik. To'g'ri ko'plik ko'plik yasaganimizda birlik shakli o'zgarmasdan oxiriga qo'shimcha qo'shilsa bu to'g'ri ko'plik. Ko'plik yasaganimizda birlik shakli o'zgarib ketsa buni siniq ko'plik dedik. To'g'ri ko'pligini ham muzakkar va muannasga bo'lib oldik. Muzakkarda una qo'shilardi oxiriga, muannasda atun qo'shilar edi. Demak, man haula'il fatayatu ya Maryamu. Man haula'il fatayatu ya Maryamu. Ey Maryam, bu o'smir qizlar kim? Hunna zamilati. Ular mening sinfdoshlarim. Axawatunhunna, ular opa singillarmi? Naam hunna axawatun, ha ular opa singillar. Demak, ma'lumotlarni eslab qolamiz. Qizlar Maryamning sinfdoshlari ekan, ular opa singil ekan. Man abuhunna, ularni otalari kim? Abuhunna ash-shayx Bilal va ummuhunna ustazati. Ularning otalari shayx Bilol, onalari esa mening ustozam. Ayna baytuhunna, ularning uylari qayerda? Baytuhunna qaribun minal madrasati, ularning uylari maktabga yaqin. Qaribun min bilan kelsa ga deb ma'no beramiz. Xo'p, savollarga javob beramiz. Halil fatayatu akhawatu Maryama, qizlar Maryamning opa singillarimi? Nima edi? Opa singillari emas, balki sinfdoshlari edi. La hunna deymiz, yo'q ular. La hunna zamilatu Maryam. Yo'q ular Maryamning sinfdoshlari. Masmu walidihinna, ularni otalarini ismi nima? Ismuhu deymiz, shunda uning ismi bo'ladi. Ismuhu ash-shayx Bilal. Halil madrasatu ba'idatun an baytihinna, maktab ularning uyidan uzoqmi? Yaqin edi, mana bu joyda keldi. Demak, la deymiz. Hiya qaribatun, yo'q u yaqin deymiz. Hal Maryamu tajiratun, Maryam savdogarmi? La huwa tolibatun qilsak bo'ladi, yo'q u o'quvchi qilsak bo'ladi. Ayna tadrusu Maryamu va zamilatuha, Maryam va uning sheriklari, kursdoshlari yoki sinfdoshlari qayerda o'qiydi? Uni aytishmadi. Demak, fil jamiati desak bo'ladi, universitetda yoki fil madrasati desak ham bo'ladi. Havil ila al-jam' kama fil misal, misaldagidek ko'plikka o'zgartirgan deyaptilar. Al-misal hadhihi bintun, bu qiz, haula'i banatun, bular qizlar. Hadhihi talibatun, bu talaba, taliba ya'ni talaba qiz. Haula'i talibatun, bular talaba qizlar. Hadhihi mudarrisatun, haula'i mudarrisatun, bu mudarrisa o'qituvchi ayol, bular mudarrisalar. Hadhihi tabibatun, haula'i tabibatun qilamiz. Hadhihi muslimatun, haula'i muslimatun. Hadhihi zawjatun, haula'i zawjatun. Hadhihi ukhtun, haula'i akhawatun. Hadhihi fatatun, haula'i fatayatun. Hadhihi jadidatun, haula'i jududun. Bu yog'i demak nima bo'ldi? Siniq ko'plik bo'ldi. Mana bu yog'igacha to'g'ri ko'plik bo'lib ketdi. Fatayatun atun bo'ldi. Hadhihi kabiratun, haula'i kibarun. Hadhihi saghiratun, haula'i sigharun. Demak, mana bulari siniq ko'plik bo'ldi, ya'ni birlik shakli o'zgarib ketdi. Iqro va kitub deyaptilar, o'qing va yozing.
هؤلاء طبيبات. Bular shifokor ayollar. Va azwajuhunna mudarrisuna. Va ularning erlari o'qituvchidirlar. Man haula'il fatayatu? Bu o'spirin qizlar kim? Haula'i banatul mudarrisati. Ular o'qituvchi mudarrisaning qizlaridir. Ayna banatuki ya ammati? Ey amma, ey ammam, qizlaringiz qayerda? Hunna fil matbaxi, ular oshxonada. Man haula'in nisa'ut tiwalu? Bu bo'yi uzun ayollar kim? Hunna tabibatun min Rusiya. Ular Rossiyadan bo'lgan shifokorlar. Ahaula'il mumarridatu uzbekiyatun? Bu hamshiralar o'zbekmi? Ba'duhunna uzbekiyatun va ba'duhunna rusiyatun. Ba'zilari o'zbek va ba'zilari rusdir. Hal banatuka fil madrasati thanawiyyati ya Ulug'bek? Ey Ulug'bek, seni qizlaring yuqori maktabdami? Yuqori maktabda o'qiydimi? Ba'duhunna fil madrasati thanawiyyati va ba'duhunna fil madrasati al-mutawassitati. Ba'zilari o'rta yuqori maktabda, ba'zilari esa o'rta maktabdadir. Hop, keyingi mashqimiz iqro'il misal thumma hawwilil jumal al-atiya mislahu. Demak, misollarni o'qib, xuddi shunga o'xshatib jumlalarni o'zgartirishimiz kerak ekan. Misolda nima debdilar? Zaynabu kharajat minal fasli. Zaynab sinfdan chiqdi. Zaynabu va Aminatu va Maryamu kharajna minal fasli. Zaynab, Omina va Maryam sinfdan chiqdilar. Demak, birinchi darsimizda, ikkinchi kitobning birinchi darsida fe'lni muannas, uchinchi shaxs muannas shaklini o'rgangan edik. Xaraja chiqdi muzakkarda bo'lsa, oxiriga sukunli t qo'shsak, muannasga o'zgarardi. U chiqdi bo'lardi. Endi shuni ko'plik shakli xarajna bo'lar ekan. Xaraja fe'lni o'zagiga na qo'shib qo'yar ekanmiz. Shunda ular bo'lib qolar ekan. Ya'ni muannasda ular chiqdilar. Xarajna, ular chiqdilar. Al-mudarrisatu zahabat ila al-fasli. Mudarrisa sinfga bordi. Endi ko'plikda o'zgartirishimiz kerak. Mudarrisani ham ko'plikka o'zgartiramiz, fe'lni ham ko'plikka o'zgartiramiz. Shunda al-mudarrisatu bo'ladi, atun qo'shiladi. Endi fe'lnichi zahabna qo'shamiz oxiriga. Al-mudarrisatu zahabna ila al-fasli. Keyingisi at-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Yangi talaba qiz sinfda o'tirdi, sinfda. Demak, buni ham ko'pligini o'zgartirasizlar. To'rtinchisi bintu Muhammadin zahabat ila al-madrasati. Muhammadning qizi maktabga bordi. Buni ham xuddi shu shaklda Muhammadning qizlari maktabga bordilar qilib yozasizlar. Keyingi mashqimiz imla'il faragha bismil isharatil munasib hadha, hadhihi va haula'i. Demak, bo'sh joylarga deyaptilar, ismul ishoradan munosibini qo'ying deyaptilar. Ya'ni mosiga haza, agar muannas bo'lsa hadhihi, ko'plik bo'lsa haula'i. Haula'i ikkaloviga ham ishlayveradi. Ya'ni muannas ko'plik bo'lsin, muzakkar ko'plik bo'lsin, farqi yo'q. Haula'i ishlaydi. Haza bu muzakkarga, hazihi muannasga ko'pligida bir xil bo'lar ekan. Hop, axi, akam deyaptilar. Bunga nima qo'yamiz? Haza qo'yamiz. Haza axi. Ukhti, bunga nima qo'yamiz? Hazihi qo'yamiz. Rijalun, kishilar degani. Bunga nima qo'yamiz? Haula'i qo'yamiz. Mudarrisuna, o'qituvchilar. Bunga nima qo'yamiz? Hop, talibatun, talaba qizlar. Ko'plik qo'yamiz. Ummi, onam. Bunga nima qo'yamiz? Abi, otam. Bungachi? Talibatun, talaba qiz. Nima qo'yamiz? Hazihi qo'yamiz. Tabibatun, tabiblar. Muannas, ya'ni
shifokor ayollar deylik. Tujjarun sotuvchilar, bunga nima qo'yamiz? Mudarrisun o'qituvchi, bitta o'qituvchi, bunga nima qo'yamiz? Tullabun talabalar, ulargachi bunga tullabunga nima qo'yamiz? Ularga qo'yamiz. Qolganlarini o'zingizlar qo'yib chiqasizlar. Hop, 6-mashq. Da' fil amakinil khaliyati damiran munasiban huwa hiya hum hunna. Demak, bo'sh joylarga deyaptilar, munosib domir qo'yib chiqing. Huwa u muzakkarga nisbatan, hiya u muannasga nisbatan, hum ular muzakkarga nisbatan, hunna ular muannasga nisbatan edi. Hop, man hadha ar-rajulu, bu kishi kim deyaptilar. Hop, mudarrisuna bizning o'qituvchimiz. Demak, nima qo'yamiz bu yerga? Huwa qo'yamiz. Huwa mudarrisuna, u bizning o'qituvchimiz. Ayna at-talibatu, talaba qizlar qayerda? Nima qo'yamiz endi? Talaba qizlar ko'plik bo'lyapti. Hunna qo'yamiz. Hunna fil fasli, ular sinfda. Man haula'il fityatu, bu yigitlar kim? Yigitlar muzakkar ko'plik. Nima qo'yamiz? Hum qo'yamiz. Hum abnaul mudarrisi, ular o'qituvchining o'g'illari. Ayna at-talibatul jadidatu, yangi talaba qiz qayerda? Demak, birlik muannas bo'lyapti. Hiya qo'yamiz. Hiya fil maktabati, u kutubxonada. Man haula'in nasu, bu odamlar kim? Insonlar kim? Ko'plik muzakkar bo'lyapti. Hum hujjajun minal hindi, ular Hindistondan bo'lgan hojilar. Ayna at-tabibatu, talaba qizlar qayerda? Hunna fi mustashfal wiladati, ular tug'ruqxonada. Man hadha al-waladu alladhi kharaja min baytik, sana uyingdan chiqqan bu bola kim? Huwa ibnu akhi, u akamning o'g'li. Min ayna haula'i ad-duyufu, bu mehmonlar qayerdan? Ko'plik muzakkar bo'lyapti. Demak, nima qo'yamiz? Hum qo'yamiz. Hum min Farg'ona, ular Farg'onadan. Min ayna haula'il mumarridatu, bu hamshiralar qayerdan? Ko'plik muannas bo'lyapti. Demak, nima qo'yamiz? Hunna qo'yamiz. Hunna minas Sini, ular Xitoydan. Man hadhihi al-fatatu, bu qiz, o'spirin qiz kim? Hiya bintul mudarrisati qilamiz. U o'qituvchining qizi bo'ladi. Uktub jama'al kalimatil atiya, quyidagi ko'p kalimalarni ko'pligini yoz debdilar. Demak, yozib chiqishimiz kerak. Tabibun ko'pligi nima edi? Tabibun atibba'u edi. Zawjun azwajun. Qolganlarini demak o'zingizlar yozib chiqasizlar. Zawjatun ko'pligini yozasizlar. Fatatun, tabibatun, kabiratun, tawilatun, ukhtun, kabirun, jadidun, jadidatun, akhun. Mana shu so'zlarni demak ko'pligini yozib chiqasizlar. Tarjimil jumla ila al-uzbekiyati, jumlalarni o'zbekchaga tarjima qiling deyaptilar. Birinchi jumlamiz al-muallimatu yadkhulna al-fusula. Demak, bu yerda muzori fe'lni beribdilar. O'qituvchi ayollar sinfga kiryaptilar bo'ladi. Yadkhulu, dakhala kirdi degani edi. Yadkhulu kiryapti degani. Ya'ni hozirgi kelasi zamonga nisbatan ishlatiladi. Muzori fe'li deymiz. Yadkhulu kiryapti bo'lsa, demak, uni muannas ko'pligida qiladigan bo'lsak, boya aytganimizdek na qo'shib qo'yar ekanmiz oxiriga. Yadkhulu, u kiryapti muzakkarda bo'lsa, yadkhulna bo'lsa, ular kiryaptilar bo'lar ekan. Al-mumarridatu yakhrujna min al-mustashfa. Ana hamshiralar nima shifoxonadan chiqyaptilar. Yakhruju chiqyapti degani edi. Mana na qo'shilganda muannas ko'plikka o'zgardi. Banatu ammati yatbukhna al-ghadaa fil matbakhi. Demak, tarjima qilasizlar. 4-inchisi zamilati fil madrasati banatu muallimati. Va oxirgisi hadhihi zawjatu akhi hiya tawilatun jiddan. Demak, ushbu jumlalarni o'zbekchaga tarjima qilasizlar. Suhbatimiz al-hiwar mushtari al-bai', ya'ni xaridor va sotuvchi o'rtasidagi suhbat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
أي خدمة يعني nima xizmat qanday xizmat أريد بعض الأثاث المنزلي ba'zi uy jihozlarini xohlayman ya'ni kerak ماذا تريد لغرفة النوم demak yotoqxona uxlash xonasi yotoqxona uchun nima xohlaysiz أريد سريرا وستارة وخزانة وشماعة kravat parda shkaf va kiyim ilgich xohlayman deyaptilar. Demak, ma'lumotlarni eslab qolamiz. Uy jihozlari xohlayman dedi. Yotoqxonaga nima xohlar ekan? Kravat, parda, shkaf va kiyim ilgich xohlar ekan. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ mehmonxona uchun nima xohlaysiz? أريد أريكة وسجادة. Kreslo va nima sajjadatan gilam xohlayman. Divan kreslo. وماذا تريد للمطبخ؟ oshxonaga nima xohlaysiz? أريد فرنا وثلاجة وخلاطا. gaz plita, muzlatgich va mikser, aralashtirgich xohlayman. Ma'lumotlarni eslab qolyapmiz. Demak, yotoqxonaga kravat, parda, shkaf va kiyim ilgich dedik. Mehmonxonaga bo'lsa divan va gilam dedik. Oshxonaga gaz plita, muzlatgich va aralashtirgich. وماذا تريد للحمام؟ hammomga nima xohlaysan? أريد سخانا ومرآة وغسالة. hammomga demak shu suv isitgich va oyna va kir moshina xohlayman deyaptilar. هل تريد شيئا آخر؟ boshqa biror narsa xohlaysanmi? أريد مشاهدة الأثاث وفاتورة الحساب. jihozlarni ko'rishni va hisob chekini xohlayman. تفضل هنا marhamat bu yerda. هذا هو الأثاث هذا الأثاث جميل وسعره رخيص. bu jihozlar chiroyli va narxlari arzon. Yaxshi, endi savollarga javob berishimiz kerak. أين هذا الحوار؟ bu suhbat qayerda bo'ldi? Bu suhbat qayerda bo'ldi? Do'konda deylik, في الدكان المنزلي desak ham bo'ladi. Uy do'konida, uy jihozlari do'konida. Xo'p, أي أثاث يريد المشتري؟ ya'ni sotib oluvchi qanday jihoz xohlayapti? أثاث المنزلي. هو يريد أثاث المنزل. وماذا سيشتري للمطبخ؟ oshxonaga nima sotib olardi? Demak, سيشتري للمطبخ deymizda, oshxonaga sotib oladi deymizda, nimalarligini yozib qo'yamiz. وماذا سيشتري لغرفة الجلوس؟ mehmonxonaga nima sotib olardi? Mana buni yog'ini olib tashlaymiz-da, سيشتري لغرفة الجلوس deb turib, nimalar xohlagan bo'lsa uni yozib qo'yamiz. yoki o'zini yozib qo'ysak ham bo'ladi. هو هل يريد المشتري الثلاجة للحمام؟ mushtari ya'ni sotib oluvchi hammomga xolodilnik xohlayaptimi? La, hammomga nima edi? Isitgich, oyna va ключ. وأين سيضع الغسالة؟ ключ, kir mashinani qayerga qo'yadi? Fil hammam. Hammomga qo'yadi demak. Bu yerga diktant yozamiz. Demak, yozasizlar. Endi asmaul ishara lil qarib, yaqinni ko'rsatuvchi ishorat ismlari, ko'rsatish olmoshlari deyaptilar. Hada talibun, haulai tullabun. Bu talaba, ular talabalar. Hazihi talibatun, bu talaba qiz. Haulai talibatun, ular talaba qizlar. E'tibor bersak, ko'pligida muzakkar muannasda bir xil haulai ishlar ekan. Al-kalimatul jadidatu, yangi so'zlar. Demak, zawjatun, zawjatun, xotin, rafiqa. Zawjun, azwajun, juft, nisaun, ayollar. Thallajatun, thallajatun, muzlatgich. Tabaxa, yatbuxu, pishirmoq degani. G'adaun, tushlik. Xidmatun, xidmatun, xizmat. Athathun manziliyun, uy jihozlari. G'urfatun nawm, yotoqxona. G'urfatul julus, mehmonxona. Arikatun, aroiku, demak divan. Sajjadatun, gilam. Xizanatun, xizanatun, javon.
شماعة شماعات ilgak. المشتري xaridor. ستارة ستائر pərdə. بائع بائعون sotuvchi. فاتورة الحساب to'lovchi. خلاط خلاطات aralashtirgich. سخان سخانات suv isitgich. غسالة غسالات kir yuvish mashinasi. مرآة maraya ko'zgu. رخيص arzon. g'olin qimmat. بعض ba'zi qism. kullun hammasi. وضع يضع qo'ymoq. ishtaro yashtari esa sotib olmoq degani. Hop, mar'atun so'zi aniqlik artiklisiz kelsa deyaptilar. Imro'atun shaklda yoziladi. Ya'ni mar'atu al mar'atu alif lam bilan keladi. Al mar'atu deb yoziladi deyaptilar. Agar alif lamsiz kelsa mana imro'atun shaklida bo'lib qoladi. Shu bilan 4-darsimiz tugadi. Alloh taolo darslarimizni hammamizga xayrli, manfaatli qilsin.